Hurmatli birodarlar, podyezdimizda, ya'ni bitta podyezdda ikkita uyimiz sotuvda. Bittasi 4 xona, bittasi 3 xona. 4 xonalikni hozir obzorini qilib ko'rsataman. Bu 120 kvadratli, juda ham chiroyli, fayzli xonadonimiz bo'ladi. Xo'p, demak, kirish qismimizdan boshlaylik. Birma-bir sizlarga tushuntirib o'taman. Bu yoq bizni kirish qismimiz, etajimiz 7-etajda joylashgan. O'ng tarafimizda esa bizning oynali zonamiz bor va dekorli mahsulotlaringizni qo'yish uchun bu yoqqa mana joylar qilingan do'stlar. Bu yoqda esa bemalol oilaviy choy ichib o'tirishingiz uchun sharoit qilingan, ya'ni 8 stol stul, turetskiy stol stullar va juda ham chiroyli bu yoqda kartinkalarimiz qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Va oshxona qismimizda barcha qulayliklarga ega. Texnikalarimiz esa hammasi Hoffman texnikalari o'rnatilgan. Bu yoqda ham yengil choy ichib o'tirish uchun sharoit qilingan. Bu yoqdan bemalol yopib foydalansangiz ham bo'ladi. Xo'p, endi biz bolalar yotoqxonasiga kiramiz. Mana bolalar yotoqxonasi ikkita kravatimiz bor, tashqariga qaragan oynalarimiz. Bu yoqda mana dars qilib o'tirishlar uchun sharoitlar va bu yoqda shkaf qismlarimiz ham bor do'stlar. Xo'p, kirganimizda bizim bu yoqda kattagina zalimiz keladi. Zalimizda yumshoq mebellarimiz va qaranglar, juda ham chiroyli qilib remont qilingan va patoloklarimizga ham ahamiyat berasizlar. Patoloklarda ham juda ham chiroyli qilib zo'r, ideal darajada qilingan lustralarimiz va bu yoqqa Onyx toshlarimiz qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin, bu yoqda kattagina televizorimiz o'zining komodlari bilan. Bu yoqda bizni sanuzel qismimiz joylashgan. Bu xonadonimizda sanuzelimiz 3 ta. Xo'p, endi sizlar bilan qolgan spalnilarni ham bitta ko'rib chiqamiz. Qani kelinglar. Bu kirganimizda bu yoqda to'g'rimizda kladovkamiz bor va bu tarafimizda kattagina bizning spalni qismimiz bor. Bu uyimizda yashalgan, bir oylarcha yashalgan, lekin holati ideal darajada. Ko'rishingiz mumkin o'zining spalnilari. Bu yoqdan esa ofisni qilib foydalansangiz bo'ladi. Balkon qismimiz ham bor, ya'ni ko'cha tarafimizga qaragan. Mana bu yoqda bemalol o'tirib ofisni qilib foydalansangiz ham bo'ladi, dam olib o'tirishingiz uchun. Bu yoqda esa ayollarimiz uchun komod qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Xo'p, mana kattagina televizorlari, bu yoqda esa shkaflari. Va mana yo'lak bo'ylab kelganimizda mana shu xonamizning o'zini sanuzeli joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli, hamma sharoitlarga ega. Xo'p, endi sizlar bilan yana bitta kattalar spalnisiga kiramiz. Bu spalnimiz ham ko'rishingiz mumkin, barcha qulayliklarga ega, juda ham chiroyli remont qilingan. Kartinkalar deysizmi, lustralar deysizmi, bu yoqda mana dam olib o'tirish uchun kreslolar qo'yilgan, bu yoqda esa komodlari. Hamma xonamizda konditsionerlarimiz bor. Bu yoqda esa televizorimiz va komodlari bilan. Va bu 3-sanuzelimiz bo'ladi. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, Yakkasaroy City Mall Novostroykamizdagi 120 kvadratli bu xonadonimizning narxi 205 ming narx aytilyapti. O'tib beramiz, faqat sunnatiga ozgina. Yana yonida 3 xonaligimiz ham bor. U 165 ming. Kimga qiziq bo'lsa, kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sizlar bilan Muhib bilan Rahim bo'ldi. Yana ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.